Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Mana bugun sizlar bilan yana universitetlar haqida, yo'nalishlar haqida gaplashmoqchi bo'ldik va bugun qanaqa yo'nalish haqida gaplashishni xohlaysizlar? Keling bugun ishchilardan so'raymiz qanaqa yo'nalish haqida gaplashishni xohlashlarini. IT bo'lsa-chi, IT texnologiya. IT deyishyapti. Sizlar nima deysizlar? Xo'p, IT haqida gapiradigan bo'lsam, IT bu o'zi nima soha? IT ni ko'pchilik o'ylaydi, bitta yo'nalish bor, imенно dasturlash. Yo'q, bu faqat dasturlash emas, bu yerda yo'nalishlar juda ko'p. Mani birinchisi bu kiberbezopasность, oq hacker degan ma'noni bildiradi. Как бы siz organ ishlarida shu hakkerlarni naborot xavfsizlantirish bo'yicha ish olib borsangiz bo'ladi. IT sohasi hozir juda ham jadal hamma sohaga kirib boryapti desak ham bo'ladi. Ну, любое bitta agentство, любое bitta bir nima desa bo'ladi, предприятие, ishlab chiqarish korxonalari hamma joyda IT kerak. Va shuni hisobiga bugun sizlarga IT sohasi haqida ko'proq ma'lumot beramiz. Xo'p, yana qanaqa yo'nalishlar bor? Yo'nalishlardan informatsiya texnika, imенно informatikani o'zi kerak bo'lgan bolalarga. Xo'p, juda ham sohalar ko'p. Imенно qaysi universitetda o'qisam bo'ladi degan joyga, o'zi Peterda o'zida 4 ta yaxshi universitet bor, imенно IT sohasiga ixtisoslashgan. Birinchisi bu Leti universiteti, 100 yildan oshgan bu universitetning o'ziga. Bonbroich bu ham yaxshi bir universitet, toppingga kirgan desak ham bo'ladi. Politech hamma biladigan. Keyin 4-inchisi ITMO. Bu ham Peter bo'yicha mendan yaxshi universitet hisoblanadi. Boshqa shaharlarga bormi deb so'rashlari ham mumkin. Boshqa shaharlarda ham juda ko'p. Moskvaning o'zida ham 15-20 ta universitet bor. Imенно bizani agentство faqat yaxshi universitetlarga sizlarning qiziq bilan shug'ullanadi. Universitet juda ko'p, imенно saralanganlar juda kam. Va agar bugun IT haqida gaplashadigan bo'lsa, agar bugun videoning oxirida bizlarni kuzatib borishda davom etinglar. Imенно shu IT sohasida o'qiyotgan, tugatayotgan bola, o'sha diplomga chiqqan bolamizni taklif qilganmiz. O'sha bilan ozroq suhbatlashib, sizlarga yana yaqindan batafsil ma'lumot olib berishga harakat qilamiz bo'ladi. Xo'p, sizlarga aytib o'tgan studentimiz kelgani uchun men sizlarga imенно universitetlar haqida ma'lumot beraman. Ko'proq batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Birinchi ikkita universitetimiz bu Leti hamda Bonbroich. Ularga nisbatan qolgan ikkita universitetimizga o'qish osonroq, chunki u yerda gumanitar ko'proq fanlar qo'shiladi. O'shaning uchun, chunki bittasi первый elektrotexnik ko'proq elektrotexnika nima desa bo'ladi, radiotexnika yo'nalishlari borligi uchun IT o'qitilish yaxshi, nisbatan osonroq o'qishni tugatish. Qolgan ikkita universitetimiz Politech hamda ITMOga o'qish ozroq qiyinroq. Sababi bitta realniy, normalniy o'qitiladi. Imенно shu sohaga, shu nima desa bo'ladi, sohaga ixtisoslashgan universitet hamma jihozlar ham shu yo'nalishga qaratilgan. Bu universitetda o'qib, biz o'zimiz tanishlarimiz ham bor. 2 kun, 3 kunda uydan turib, udalyonda o'tirib, ishni qilib, 2-3 kunda o'zi 500-600 dollardan pul topishyapti o'sha. Qanaqa qilib buni pul topishyapti? Mana, допустим, nima deydi, Bittrex degan platforma bor. Допустим, o'sha platformani sizga sizni organizatsiyangiz bo'lsa agar, o'shani ustunovka qilib berishyapti. Bu klientskiy baza. Hamma qanaqa klientingiz birinchi qachon to'lov qilgan, допустим, keyingisini qachon to'lov qiladi, hujjatlarini topshirilganmi, polniy hamma narsani shu yerga o'tkazib beradi. Siz xohlaganday qilib, imенно o'sha programma, siz xohlaganday qilib. O'shani misol uchun 2-3 kunda bitirib, shuncha pul ishlashadi. Oson emas. O'sha universitetlarga, mana birinchi aytib o'tgan ikkita universitetga shu yo'nalishga ko'proq e'tibor berishadi. Va eng muhimi do'stlar, qabul jarayoni haqida bizdan ko'pchilik so'rashni boshladi. Meni o'sha hujjatlarni topshirib bo'lishga, imенно qabul boshlandimi, yo'qmi? Qabullarimiz boshlangan, byudjetga ham, kontraktga ham, imенно bu universitetlarga ham qabul boshlangan. Xo'p, keyin ko'pchilik so'raydi, imенно necha foiz grant, agar grantga kiradigan bo'lsam, necha foizini to'lashim kerak? Yo'q, unaqa понимание Rossiyada o'zida yo'q. Byudjet 100% bo'ladi, grant bo'lmasa вообще bo'lmaydi, faqat kontrakt bo'ladi. Shuning uchun grantga kiraman desangiz, agar polniy 100% grant to'laysiz, faqat firma to'lov bo'ladi albatta. O'shani to'laysiz bo'ldi, keyingi yil 4 yil, 5 yil tekinda o'qishingiz mumkin. Agar siz bitiruvchi bo'lsangiz, hozir 11-klassda o'qiyotgan bo'lsangiz agar, sizda Yevropaga o'qish niyati bo'lishi mumkin. Rossiyadan qaraganda Yevropa yaxshi deyishingiz mumkin, lekin sharoit qiyinroq bo'lishi mumkin. Как бы kontrakt qimmatroq, ularga to'lamaysiz. Sizga meni Rossiya yaxshi tramplin bo'lib beradi. Nimaga? Chunki Rossiya davlat universitetlarini ko'pchilik davlat universitetlari meni Yevropaga ham diplomlar o'tadi. Bu yerga kelib siz o'zingizni
как бы bakalavr shu yerda o'qib 4 yil. Nimaga bu yerda o'qish osonroq? Chunki o'zimizga yaqinroq mentalitet, как бы odamlar, o'zimiz odamlar bu yerda ko'p. Chin Yevropadan ko'ra bu yerda 4 yil o'qib, bakalavrda grant asosida, o'zingizga keyin finansiy sharoitingizni yaxshilab, Yevropaga o'qishga ketsangiz bo'ladi magistraturaga. Bu yerda borib bakalavrni boshqa o'qish degani emas. Yaxshi tramplin bo'lib beradi, bu o'zingizning karyerangizga hisoblasak ham bo'ladi. Xo'p, именно byudjet joylariga keladigan bo'lsak, 4 ta universitetimizga ham bizga qabul ochildi уже. Kelib hujjat topshirsalaring bo'ladi. Hujjatlardan aralashtirib ketaman, nimalar kerak? Agar siz уже bitirib bo'lgan bo'lsangiz, bakalavrni ham bitirib bo'lgan, допустим, o'qishdan bitirib bo'lgan bo'lsangiz, sizdan pasport, diplom diplom hozircha faqat kerak bo'ladi, tug'ilganlik haqida guvohnoma. Shular kerak bo'ladi. Agar o'zingiz shu yerda bo'lsa, agar ofisga kelib topshirsangiz bo'ladi. Agar O'zbekistonda yoki boshqa davlatda bo'lsa, agar onlayn topshirsangiz ham bo'ladi. Pastda raqamlar qoldirib, shularga bog'lanib. Agar siz 11-klass o'quvchisi bo'ladigan bo'lsangiz, agar attestatim yo'q-ku deyishingiz mumkin. Yo'q, faqatgina bizga pasportingizni, tug'ilganlik haqida guvohnomangizni tashlab berasiz. Biz sizni ro'yxatdan o'tkazib qo'yamiz. Что, bu bola universitetga kelib, grantga yoki kontraktga o'qishga kiradi. Biz zaявка qoldiramiz. Universitetda 250 ta joy bo'ladigan bo'lsa, biz sizni 250 birinchi qilib o'qishga kirgizib bera olmaymiz. Shuning uchun shoshilib tezroq hujjatlaringizni topshirishni maslahat bergan bo'lardik. Chunki birinchi o'rinda eng yaxshi universitetlarga hamma kirish xohlaydi. Biz ham shuni xohlaymiz. Shuning uchun ularni shoshiltiryapmiz sizga. Xo'p do'stlar, mana sizlarga aytib o'tgan legendarniy studentimiz, biznes informatika yo'nalishini bitiryaptilar. ITni bir turi bu ham. Assalomu alaykum, Ulug'bek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Bahrom, yaxshi, yaxshimisiz? Charchamay, rahmat. Qiynab qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Xo'p, boshdan boshlaylik. Siz qaysi yili o'zi Rossiyaga kelgansiz? Men o'z boshdan boshlasak, Rossiyaga birinchi kelishim emas, yoshlikka berib o'qiganman. Bu boshqa viloyatga Rossiyaning Samaraga. Samaraga o'qiganman, 1-sinfdan 5-sinfgacha. Keyin O'zbekistonga olib ketishganman uydagilar. Niyat bo'lgan shira o'qishga topshirishga, shu obrazovaniya yo'q qolgan shu obrazovaniyasi. Shu niyat bo'lgan. Keyin shu 2009-yil o'qishga topshirdim. Sankt-Peterburgский государственный университет путей сообщенияda qabul qilindim, xursand bo'ldim. Shu o'qishga kirganimga avtomatizatsiya, intellektualniy texnologiya yo'nalishiga kirdim. Kontrakt asosida. Kontrakt asosida kirdim-da. O'qish birinchi kursdan darslarga borib yurdim. Juda qiyin bo'ldi. Til topishib ketish, ruspacha bilan boshqa dunyo, boshqa nima. Teleobrazovaniya boshqacha. Boshida hammaga ham qiyin bo'ladi boshida. Постепенно ko'nikib keldim. Ko'nikib shu o'qishni davom ettiraman hozirgacha. Yo'qoldi. Tugatolmay endi. Endi Xudo xolasa, o'qishni tugatamiz yaqinda, shu 2 oy vaqt qoldi. Xo'p, mana o'qishga kirganingizdan o'sha kirgan yilingiz как раз koronavirus yili bo'lgan edi, to'g'rimi? Kirganingiz. O'sha paytda o'qishga kirganingizdan keyin universitet sizga qanaqa qulayliklar qilib bergan? Misol uchun yotoqxona bo'ladimi? Dokumentatsiya bo'yichami, ishlash to'g'risida, ishlash vaqti muammo bo'lmaganmi, ofitsiallikka kirayotgan vaqtingiz? Adashmasam taksi ishlaganingiz, to'g'rimi? Taksi turganingiz, yana qanaqa ishlar qilgansiz? Bu studentga bunaqa ishlar qilib ko'radi-da, как бы. To'g'ri. Boshida to'g'ri biz koronavirus vaqti kirib qolganmiz, qiyinchiliklar bo'lgan. Shu birinchi kursdan общежитиеga kirish muammolar ko'p bo'lgan. O'qishlar onlayn tarzda olib borilgan. O'qishlarga onlayn kelgan, onlayn uydan o'tirib darslar qilganmiz, kvartiralarga yashaganmiz, общак kirishda muammolar bo'lganda o'sha paytda o'qishlar hayotidagi. O'qishlar ham juda ko'p bo'lganda, даже o'zbek studentlarimizdan ko'ra ular o'zini rus studentlarini qo'yish afzal bo'lganda, biz o'sha paytda endi. O'sha paytlarida ular ham boshqa rus studentlar ham chet viloyatlardan keladi o'qishga. Endi biz kutganmiz, общежитиеga topshirganmiz, 1 yil kutganmiz. Nihoyat общежитие berilgan, xursand bo'lganmiz. Centri город berganlar. Centri город na Gorkovskiy metro oldida общежитие bergan, shikarniy условияda. Keyin qulayliklari juda ko'p. Patentsiz ishlash. Свободное время ko'p bo'lgan shovat. Koronavirus vaqtida. Onlayn darslar onlayn bo'lgan, свободное время juda ko'p bo'lgan. Shu siz просто chiqasiz, ish bormi, ishni qilasiz, uyga kelasiz, kechqurun darslaringizni qilasiz, onlayn vazifalarni topshirasiz, tamom. Sizdan beriladigan vazifa shu. Qarang, yana bitta narsa, ko'pchilik shunga ko'p ishongingiz kelmaydi-da. Mana siz kontraktga o'qishga kirdingiz, byudjet yo'q siz xohlagan yo'nalishga, ekonomika yoki qanaqadir yo'nalishga siz kontrakt kirdingiz, taqdir taqozosi bilan.
ko'pchilik aytamizda, kontraktga kirsang ham o'zingni o'zing bemalol uddalasang bo'ladi. Darsdan keyin ishlab, bitta xohlasang любой ishlab, o'zing kontraktni to'lab, даже yeb ichishingga yoki boshqa qilib, даже uyga yordam bera olasan. Ko'pchilikni samimiy qilishi mumkin bu gaplarga. Lekin mana fakt siz 4 yildan beri o'qidingiz kontrakt asosida, ishladingiz. Qanaqa mana iloji bo'ldim kontraktingizni to'lashdi, misol uchun yoki uydagilar to'lab berishdi bizga. Yo'q, конечно, iloji juda ko'p bo'lgan iloji. Masalan, aytib o'tganimdek, koronavirus payti o'qish yo'q. Sizda hamma dokumentlaringiz bor. Sizni ko'chada hech kim hech narsa demaydi. Registratsiyangiz 1 yillik bor. Hamma narsa sharoit bor. Siz просто o'sha vaqt bizga universitet bitta yordam bergan, что объявлениyalar qo'yilganda, universitet stendiga объявление qo'ygan, что studentlarga ishlashga ish topib berganda studentlarga. Podработkalarga ish topib bergan. O'sha yerdan turib podработkalarga chiqqanmiz, ishlarga chiqqanmiz, shu universitet yordam berganda shu kontaktlarini tashlab bergan. Keyin sekin o'zimizni olib borib ishlab. To'g'ri, biz birinchi kirgan yilimiz hammamiz kontrakt kirganmiz. Даже gruppamizda 50 ta bola o'qigan, 50 tasi ham kontraktga o'qigan. Ruskilarni biz ikkita guruhimizga ikkita o'zbek bola bor edi, men bilan bitta o'rtog'im bor edi. Qolgan hammasi rus edi. Hammasi kontrakt asosida o'qishga kirgan edi. U bera iloji yo'q, u bizning направлениyaga только kontrakt edi. Chunki o'zi xohladi shu yo'nalishga kirishda, o'ziga yoqadi. Uchun kontrakt bo'lsa ham o'qish kerak. Bu qarayapman, 4 yildan beri o'qib yuribsiz, siz kontraktni o'zingiz to'lab, o'zingiz ishlab yuribsiz. Koronavirus vaqtida deyapsiz, lekin hozir o'sha koronavirusdan keyin hozir ham ishlab bemalol yursa bo'ladi. Hech qanaqa imенно studentlarni ko'chaga hech kim bu yerda ushlab nima qilmaydi-da, patentga yurganga o'xshab. Hozirgi vaziyatda bir gapni aytsam bo'ladiki, hozirgi vaqtda ham sharoitimdan nolmayman, juda a'lo darajada. Ishlash huquqiga egaman. O'qishimni yaqinga bitiraman. Ish masalasida kelsak, любой mana shu universitet tarafdan ham ishlab berilgan, dekanat tarafdan ham ularga yordam berganman. Oylik komissiya ham ishlaganman, opit yig'ganman. Что kelajakda, masalan, o'sha universitetga yordamingiz tekkan. Da, yordamim tekkan. Shu anchadan beri universitetdagi o'qituvchilar bilan yaqin muomalada bo'lsangiz, bu ishimni qilib ber, tipa ularga yordam berasiz, ular sizga pul to'laydi. Tipa podработкада student подрабатывает в университете deyiladi. Siz universitetda shu o'qituvchilar opit oshirasiz, soha bo'yicha. Sohangiz bo'yicha opitdan oshirasiz, ham shu tarzda pul ham ishlaysiz. Mana shu qulay afzalliklari ham bo'lgan. Ko'p bo'lmasa ham zato o'zi sohangizni yaxshigina bilib olasiz. Bu juda men bilishimcha eng kerakli narsalardan biri deb o'ylayman. Hozirgi sharoitda ham ishlab turibman. Bu ish vaqtlarim taksiga chiqaman. Yo'lda ko'p gay xodimlar to'xtatadi. Shunday biroq studentman deyman, bo'ldi, qayerga ko'radi. Registratsiya maksimum ko'rish mumkin. Maksimumda registratsiyani ko'rish mumkin. Atak studentskini ko'radi, qayerga o'qiysan deydi. Men putli сообщениеda o'qiyman deyman. O'qituvchining ismi kim deydi, dekanning ismi kim deydi. Shu просто dekanning ismini aytaman. Kim bo'ldi dedik, tamom, qayerga yoradi. Ular просто проверка uchun ham so'raydi-da, как бы хотя бы dekanning ismini biladi. Hozir juda ko'p bo'lgan, mana falshiviy studentskiy juda ko'p bo'lgan falshiviy studentskiy qilib oladi. Что o'ylaydiki, men gay to'xtatsa, studentskiy ko'rsataman, bo'ldi qayerga yoradi bu student ekan deb. Yo'q, u unaqa narsa ishlamaydi. U har narsa kutsa bo'ladi u gay xodimlardan. Shuni to'xtatadi, o'qituvchining ismi nima? Qayerda o'qiysan? Nechinchi kurssan? Mana shu savollar ko'p tashlaydi. Shokka bo'ladi boshqa. O'qiyotgan odam bu narsaga svobodniy javob beradi. Ular ham ko'ziga qarab bilib oladi. To'ppa-to'g'ri. O'qiyotgan odam bu narsaga sразу javob beradi, chunki biladi, o'qiydi, o'qib boryapti ham. Ular uni biladi. O'qimagan odam ana yoqqa yozilgan-ku deydi. Yozilgan-ku deydi. U bunaqa ishlamaydi, unaqa sistema unaqa ishlamaydi. Maksimum agar javoski proverkalar ketayotgan bo'lsa, har oy bo'lib turadi, proverkalar bo'lib turadi, reydlar bo'lib turadi. Unda da registratsiyalar ko'radi. Ba'zidan tekshirib ko'radi. Yaqinda o'zim shunaqa muammo bo'ldi, shu reydga tushib qoldim, shuni to'xtatgan paytiga shu registratsiyani ko'rishdi, yurib mashinaga o'tir dedi, shu yarim soat ishlamay tekshirdi. Даже shu bazaga kiritilganki, men registratsiyam nechinchi общежитиеga, nechinchi xonaga yashashimgacha kiritilgan. Sizdan so'rash ham mumkin kelib. Shu bazadan tekshiryapti, shu mana shu 14-03 xonaga yashaysanmisan deb. Men aytdim, mana shu bazaga shunday yozilgan ekan dedi-da. Men aytdim, universitet uchun ularchingiz MVD qiladi hamma narsani, migratsion namchiringiz MVD qiladi. Dekansiya kirgizishga majburda. Xo'p, eng aktual mavzu sizga o'qish nima berdi o'zi? Mana 4 yil davomida siz o'qishdan nima oldingiz, как бы?
Tushunadigan bo'ladi. O'qishdan nima oldim? 4 yil davomida sizga universitet nima berdi mana? To'g'ri savol. Birinchi aytadigan narsam, birinchi bu yo'nalishga qiziqishim bo'lmagan edi. Informatika yo'nalishiga umuman qiziqishim bo'lmagan edi. Birinchi kursga, может, перевод qilsammikin, boshqa yo'nalishlarga o'tib qolsammikin, даже O'zbekiston перевод qilish niyatim ham bor edi. Lekin постепенно birinchi kursdan o'qib, ikkinchi kurs уже praktikaga chiqdim, shu ko'zim bilan ko'rdim. Shu kompyuterni ishlab ko'rdim, tipa ba'zi platformalarga ishlab ko'rdim. Shu keyin o'yladimki, ha, haqiqatan ham shu mana so'ham ekan. Shu juda qiziqdim. Shu keyin qiziqish ortib bordi. Juda zo'r professiya ekan. Востребованный professiya birinchi o'chiratda o'zi nima ko'p o'zi kompyuter любой joyga ishlab bilasiz. Informatika sohasi qayerda kompyuter bo'lsa, любой joyga sizni ishga oladi. Qayerda ish bo'lsa, o'sha yerda aytishni kerak deydi. Ha, qayerda ish bo'lsa, даже hozirgi sharoitda Rossiya xalqiga aytishlikda yetishmayapti. Nima qilibdi? Yer katta, ish kuchi kam. Nima qilibdi? O'zbekistondan aytishlikni jalb qilibdi, boshqa narsalarni jalb qilibdi. O'qishlarning arzonlik taraflari ishladim, o'qidim, izlandim, pul topdim desam bo'ladi. Tanish bilish u haqida u отдельный tema. Shu tanish bilishlar ana rus o'rtoqlarimni o'rtirdim, o'zbek o'rtoqlarimni o'rtirdim, boshqa o'rtadan kelib o'qiydigan bachchalar bor. Ularga Kurgazorga qanday ta'sir qildi? Endi kelgan vaqtingiz qanaqa edingiz? Qanaqa mishin bilan kelgansiz? Endi shu o'qishga endi deylik. O'qish hozir o'qib yurib tugatyapsiz, o'sha diplom olyapsiz, yaqinda o'taqlar diplom olasiz. Qanaqa o'zgarish bizga Kurgazorda endi dunyo qarashingiz вообще o'zgardimi yo'qmi? To'g'ri, juda savol berdingiz. Birinchi kursga kelgan paytim hech kim tanimayman, hech kim bilmayman. Dunyoqarashim unchalik emas. Dunyoqarashim unchalik emas. O'sha aytaman, katta shaharga kelganmiz. Juda odam ko'p, har xil odamlarni ko'rasiz. Keyin постепенно o'rtoqlarim bilan tanishishni boshladim, gruppadoshlarim bilan tanishishni boshladim. Sen qanaysan, men qanayman. Ular boshiga, bizga nisbatan xiraroq qarashdi. Dunyoqarash boshqa ular. Ular уже современный mentalitetga o'sgan, bizlar kun boshqacharoq mentalitetga o'sganmiz, o'shanga ular qo'shilib ketish qiyin bo'ldi. Boshida qiyin. Baribir hammaga bo'ladi u narsa. Birinchi kelsa ham, 10 yildan beri yurgan bo'lsa ham, shu boshqa masalan klubga boshqa ishga kirsa ham, boshqa Kurgazor bo'ladi. Har xil vaziyat bo'ladi-da. O'sha qiyin bo'ldi, bir oy qiyin bo'ldi, 2 oy qiyin bo'ldi. Keyin universitet yana yaxshi tomonlari bu. Gruppalaringiz bilan sizlarni poxodga olib chiqadi. Aynalishlarga olib chiqadi. Чтобы bular bir-birini yaxshiroq bilsin, o'rgansin, do'st bo'lib bo'lsin. Shu постепенно keyin har hafta poxodlarga chiqish boshladik, ekskursiyalarga chiqishni boshladik. Keyin o'rtoqlar bilan tanishib oldim, zo'r bo'lib oldim. Keyin o'zbek kursdoshlarni uchratib qoldim. Juda o'zbeklar ko'pligan, juda ko'p. U bir tarafdan yaxshi, o'qishga kelyapti, bilim izlanishga kelyapti. Juda to'g'ri deb o'ylayman. Bu yerning obrazovaniyasi farq qiladi. Baribir o'zimiznikidan 100% deya olmayman, 99% farq qiladi. Chunki bu yerning obrazovaniyasi talab qiladi. Bu yerda umuman unaqa o'zimizda ham bor shunaqa universitetlar, lekin hamma joyda emas-da. Hamma joyda emas, to'g'ri. Hozir o'zimizga juda ko'p xususiy universitetlar ochilib ketgan. Bu yerda ham bor xususiy universitetlar. Litsenziyalar borni, o'zimizga ko'p xususiylar ochilib ketgan. Ko'pchilik bilmagandan ba'zi bir xususiy universitetga topshirib qo'yishyapti. Ularning ertaga diplom hali litsenziyasi bor, akkreditatsiyasi bor yo'qligini ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik bilmaydi, U bor deb nimaga qo'yadi, lekin u bitirib ketgandan keyin, bir yildan keyin qaror o'zgarishi mumkin. Что bazadan chiqdi, litsenziya akkreditatsiya o'tmadi, tamom. Siz diplom. Keyin gapingiz bo'ldim, yana bitta narsani odamlar so'raydi-da, Rossiyaning diplomlari O'zbekistonga o'tadimi deydi-da. Mana siz 4 yildan beri o'qib yuribsiz. Shunga shu savolga qanday javob bergan bo'larsiz? Mana papak studentda. Birinchi yil juda menga shunaqa xavotirlar bo'lgan. Что diplom o'tadimi, yo'qmi? Aytib o'tganimdek, Kurgazor ko'proq ochilasiz, ko'p odamlar bilan tanishasiz. Shira o'qib yurgan katta kursdagi o'zbek bolalar bilan tanishdim. Shu haqiqatan ham bo'ladimi shu, men shira o'qiyapman. Nima qilsam bo'ladi, shu diplomni olaman ertagindan. 4 yil 5 yil o'qib diplomni olaman, shu O'zbekistonga borib ishlab bilamanmi? Lekin ular yo'l ko'rsatdi. Albatta, sen oddiy universitetda o'qimayapsan, sen
Sankt-Peterburgский государственный университет путей сообщения o'qiyapsan. Gazetda bu tarjimasiga Milliy universitetda o'qiyapsan. Rossiyaning eng top nufuzli universitetlaridan birida o'qiyapsan. Bu albatta bo'ladi. Hozir o'sha 4-kurs bolalar bitirib ketdi. Bizdan oldingi yil o'zbek tanishlarimiz bitirib ketdi. Ha, hozir ham svязь olib boramiz. Zakon ishlab yuribdi. Даже bitta tanishim bilaman, shu rossiyskiy diplom bilan borgan, o'zimizga, o'zimizdan-da, Buxoro shahridan. Siz Buxorodan? Da, o'zim Buxorodan kollejga direktor qilib qo'yganlar. Da, u образованияsi bilimni qizil diplom bilan bitirdi bu yerni. Buxoro eng bitta nufuzli kadr kerak mana shu yo'nalishlarga. Da, именно shu yo'nalishlarga kadr kerak ekanki, shuni shu lavozimga tayyorlab qo'yibdilar. Juda yaxshi. Xohlasa bera ishlasin, xohlasa o'zimizda borib ishlasin. Возможность juda ko'p. U siz aytayotgan savol, da albatta o'tadi. Keyin bitta narsaga oydinlik kiritib ketaman. 2019-yildan beri Rossiya barcha davlat universitetlari, endi xususiylarga javob bermaymiz, davlat universitetlari O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri o'tadi. Ki O'zbekistonning universitetlarining diplomi bu yerga to'g'ridan-to'g'ri o'tadi, chunki 2009-yil Navoiy shahrida memorandum bo'lib o'tgan, что 2019-yildan keyin bitirgan talabalar bakalavriat magistratura bo'lsin, to'g'ridan-to'g'ri chiqargan nostrifikatsiyasiz diplomi o'tiladi deb tan olishgan birovlarga. Oldin 2009-yil oldin bitirganlar bo'lsa agar bu yerga kirayotgan vaqtiga ham nostrifikatsiya qilib kirgan o'qishga. Shunaqa narsa eshitgan bo'lsangiz kerak. Hozir shunaqa narsa yo'q O'zbekistonda. Eshitganman, hozir shunaqa narsa yo'q-da. Keyin bitta narsa, mana hozir ochniga o'qishga kirgandan keyin birinchi kursning o'zida RPO olsa bo'ladi deymiz. Bu narsa qanchalik haqiqatga yaqin, mana o'zingizdan so'rab olsak. Da, to'g'ri, biz ham bu o'tgan yil chiqdi, yanvar oyidan shu prezidentning qaroriga asosan shu studentlar RPO olishga haqqi bor. O'qishga o'qishga kirib ishlash huquqiga ega degani bu. Bu boshida men ham sомневаться qilib qoldim, o'ylanib qoldim. Что haqiqatan ham bormi shunaqa narsa, yo'qmi? Da, bordim, shu Krasnoy tekshirishga borib Sankt-Peterburgda shu dokument patent beradigan joyda o'sha yerga bordim. So'rab surishtirdim. Konsultatsiyalar bor, studentlar uchun ham konsultatsiya bor. Shu patent oladiganlar uchun ham konsultatsiya bor. Biz imенно studentlar uchun konsultatsiyani oldik. Haqiqatan ham so'radik. Da, возможно dedi. Bo'ladi dedi. Siz universitet litsenziyasini olib kelasiz. Pasport переводlaringizni olib kelasiz. Keyin spravka, именно основной spravka, что siz haqiqatan ham o'qiyapsiz shu yerda. Keyin ular 2 oy ichida, 1 oy yo 2 oy ichida рассмотрениyaga beradi. U ko'rib chiqadi, haqiqatan o'qishimizni tekshiradi. To'g'ri, shu ko'rib chiqadi, haqiqatan ham shunday o'qiysizmi, nechinchi kurssiz, qaysi yo'nalishda o'qiyapsiz, ochni o'qiyapsizmi, zaochni o'qiyapsizmi, shu ko'rib chiqib, shu tasdiqlagandan keyin siz kelib bemalol RPO ni olsangiz bo'ladi. RPO siz bo'ladi. RPO endi ko'pchilik nimaga kerak deb so'raydi. O'qishga kirsam, как бы aytasizlar, dokument cho'zib beradi deydi-ku. Endi RPO siz o'zingiz sohada ishlamoqchi bo'lsangiz agar, ko'pchilik hozir davlat ishxonalarida Rossiyanikiga ishlamoqchi bo'lsa, RPO so'rashadi. O'shuning uchun ko'p studentlar o'zi qilib olgan ochniga kirganlar. Ha, to'g'ri, RPO ni yana bir a'zolik taraflari ham bor. Shu siz RPO oldingizki, o'qishni tugatganingizdan keyin yo o'qib turib olsangiz, shu 6 oydan keyin даже VNJga topshirsangiz bo'ladi deb eshitganman. VNJga ham da. Diplomasiz hozir misol uchun sizlarga zo'r situatsiya, hozir siz sirasi RPO qilsa, qilgan bo'lishingiz ham kerak. Ertaga diplomni olsangiz, iyunda sirasi VNJga topshirasiz. Da, bu to'ppa-to'g'ri. Yarim grajdansiz ham bo'ladi-da. Bemalol o'z huquqlaringizdan foydalansangiz bo'ladi. Keyin bemalol xohlagan ishlaringizga ishlasangiz bo'ladi. Pera shu hozir aytib o'tganimda, IT sohasiga talab juda ko'p. Imенно IT ham emas, boshqa shu sohalarga ham juda talab ko'p hozir. Men aytgan emas, o'zingizda mutaxassisligingiz, o'zingizda sohangiz bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, любой joyda keraksiz. To'ppa-to'g'ri. Shu o'zini qiziqishiga, qiziqayotgan yo'nalishga kirishga maslahat beramiz, nimaga? Keyin yaqinda bir narsani eshitib qoldim, shu universitetdan, shu avval vaqtiga bilsangiz, shu ikkinchi kurs o'qib turib praktikaga masalan chiqmoqchi bo'lsangiz, sizni masalan chet davlatga o'tasiz vaqtiga.
Shu Germaniya boshqa yoqqa shu praktika asosida, masalan, ikkinchi diplom olib kelsangiz ham bilasizda, 2 yil Rossiyada o'qib, Erasmus degan programma bor edi. Da. Hozir o'shani yaqinda eshitdim, Xitoy bilan aloqasini yaxshi qilibdi. Xitoy bilan bor edi o'zi. Prosta ko'pchilik bilmadi. Ko'pchilik bilmardi, da. Men ham o'zi to'g'risini aytsam, yaqinda bilib qoldim shu narsani. Men ham bilmagan edim. Bir semestrga yuboradi, bir semestrga Xitoyga o'qib kelish asosida yuboradi, keyin sizga bitta emas, ikkita diplom beradi. Na kitayskiy diplom olishingiz mumkin xohlasangiz. Da. Agar u xohlasangiz da yuboradi universitetga, u narsa oldindan bor. Prosta hamma ham bilmaydi как бы. Keyin til bilish kerak, shunaqa joylarda nüanslar bor hozir. Keyin lekin universitetning ham bitta a'zolik tarafi bor, shu o'qib turibsiz, masalan 4 yilmi, 5 yilmi o'qiyapsiz. Siz masalan oxirgi kursga kelyapsizmi? Siz yana bitta diplom olish huquqiga ega bo'lasiz. Hozir как раз shunaqa. Onlayn ikki marta imtihon o'tdingiz, ikkinchi bizga как раз hozir IT berishyapti, bilasizmi? Sifrovoy kafedra. Mana shu juda uni как ikkita diplomda, u ham shu oddiy tugagan diplomimizga o'xshaydi. Bunisi ham shunday. Siz bitta o'q bilan ikkita o'qiganda uratganga o'xshaydi-da. Diplom bilan borasiz. Da, O'zbekistonga bitta emas, ikkita diplom bilan borish huquqiga ega bo'lasiz. Shu ikkita diplomingiz ham ikkita разный направление bo'ladi. Sifrovoy kafedra, keyin o'zingizning yo'nalishingiz. Endi bu oxirgi kurslarga kelib, hozir yildan yilga как бы bu narsa rivojlanib ketdi. Hozirgi kursda odamga. O'qiyman degan o'g'li. Siz aytgandek o'sha birinchi o'rinda diplomman, повышение круглый o'rtacha. Bu ikkinchi yo'nalish ham sizga kontrangizga tushyapti. Bu ikkinchi yo'nalish ham sizga xalaqit bermaydi. Shu o'zingizni asosiy napoleoniyasiga ishlab bilmasangiz, ikkinchi diplomingiz ham bor. Siz undan foydalansangiz bo'ladi-da. Xo'p, mana hozir bakalavr tugatyapsiz. Dальнейший planlar qanaqa? Magistraturaga o'qimoqchimisiz yo dальнейший O'zbekistonda borib yoshlarni o'rgatasizmi? Dальнейший planlar уже, bu yerdan olgan bilimimni shu O'zbekistonga borib yetkarish. O'sib kelayotgan avlod. Yosh o'sib kelayotgan avlodga bu yerdan olgan bilimlarimni shu o'zimning davlatimga shu qanday bu yerning образованияsi bo'lsa ham, ozroq bo'lsa ham, bu yerning образованияsi qanday, отличаться qiladimi? O'shani o'zimizga targ'ib qilmoqchiman. Magistraturaga keladigan bo'lsak, u yerda ishlab turib, yana qaytib kelishi mumkin Sankt-Peterburgga. Chunki bu yerning образованияsi juda menga yoqadi. Ma'qul. Magistraturaga qaytib ketsam ham bo'ladi. Yaxshi planlaringizni olib qarasa, xo'p, yangi mana o'qishni bitirayotganlarga, hozir o'qishga topshirmoqchi bo'lib turganlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz bizning auditoriyamizga? O'qishga topshirayotganlarga maslahatim, hech narsadan qo'rqmasin. Bemalol kelib topshiraversin. Birinchi yil qiyin bo'ladi. Hamma joyga shunday bo'ladi. Birinchi yil qiyin bo'ladi. Постепенно o'rganib ketadi. Aytib o'tganimda, birinchi oila tanishuv, bilishuv bilan o'tadi. Sizlarni har xil ekskursiyalarga olib chiqadi. Kursdoshlaringiz bilan tanishasiz, o'qituvchilar bilan tanishasiz. U o'qituvchilar juda zo'r, bu yerning o'qituvchilari. Sizni ko'rsa agar harakat qilayotganlik shuncha yordam beradi. To'ppa-to'g'ri. Sizni harakatingizni ko'rsa, ular ham sizga harakat qiladi yordam berishga. Shu kiradiganlarga maslahatim, agar возможность bo'lsa, agar qo'lingizdan kiraman, men o'qiyman deb kelsa, kirsin, o'qisin, keyin возможно ishlasin. Ishlashga ham huquqiga ega. Darslardan keyin o'qish sizni hech kim to'xtatib, nimaga ishlayapsan, nima sababdan ishlayapsan, hech kim o'sha narsani unaqa narsa. Sotsialniy turga dogovor bilan chekirishingiz mumkin deydi-da, darsdan keyin. To'ppa-to'g'ri. Xohlasa, aytib o'tganimda, universitet o'zi ish topib beradi sizga. Universitet stendlariga dekanatga borasiz. Mana ishlamoqchiman o'qishdan keyin. Mana sizga raspisiya beradi, ko'rsatadi, mana shu joylarga ish bor deydi. Ishlaysanmi deydi. Mana shuncha oilaga deydi. Bola уже помощник mashinist bo'lib ishlayapti, bort-provodnik bo'lib ishlayapti O'zbekiston, Yevropaga kerak bo'ladi. Faqat shu sohada sevirgan bolalar ham bor hozir misol. To'ppa-to'g'ri. O'zimni yotoqxonada turaman, общежитиеda. Xonadoshlarim o'zbeklar ham bor, ruslar ham bor. Ko'pisi masalan bort-provodnik bo'lib ishlaydi. Mashinist помощник bo'lib ishlaydi. U juda zo'r. Bu ishni dash universitetda o'zi topib bergan desa ham bo'ladi-da. Bu ishni aytib o'tganimda universitet stendida bor, o'zi ish topib beradi sizga. U nima emas, ish topish problema emas. Siz keling, qo'rqmasangiz o'qishga kiring.
mana sizga yana bitta возможность ishlash huquqiga ham egasiz. Ishlasangiz ham bo'ladi. Siz что masalan o'ylab o'tirmang, что kontraktimni qanday to'layman, nima qilaman agar riskovat qilish kerak. Bu hayot уже riskdan iborat. Ba'zan ham kelgan vaqtingiz, adashmasam uchun birinchi yili 100 bo'lgansiz, to'g'rimi? 100 kelib, как бы просто shu birinchi kontraktingiz как бы uydagilar yordam bergan, u kamida bo'ladi. Keyin u yog'ini o'zingiz как бы tortib ketdingiz-da. To'ppa-to'g'ri. Birinchi yil kelganimga aytib o'tganimdek, boshqa shahar, boshqa mentalitet. U ko'rmaganman u bunaqa sharoitlarni universitetlardan. 8 yoshlar bo'ladi. Universitetdan naprikat qilasizlar, mana shu o'qishlarni qachon topshirasan, doktorlarni qachon topshirasan, kontrakt qachon to'laysan. Uydagilarga telefon qilib aytganman, uydagilar yordam bergan. Keyin bilsamki, shu o'sha ishlashni ham bilmasdim man, что menga можно ishlash. So'rab, aytamanki, do'stlar o'tirgandan keyin so'rab, hammasini bilib olgankiman, что kirib ishlash huquqiga ham egasiz. Birinchi yil ishladik, mana keyin asta tushib olgan. Ko'pchilik vaziyatlarda mana yangi o'qishga kirgan bolalar, допустим, 100 ta o'qishga kirgan odam bo'ladigan bo'lsa kerak, boyagingiz o'xshab birinchi, ikkinchi oy bo'ladi kollaboratsiya jarayonida. Ko'pchilik shuni o'zida как бы qiynalib tashlab ketib qoladi o'qishni, xoh oshni bizning, xoh zaochni, xoh вечерni. Chunki zaochniga oshniga kirgandan keyin o'qishga, вечерniga допустим o'qishga boryapsiz aytganga o'xshab uncha boshda chiqishtirishmaydi, chunki boshqa davlatdan boshqa nima. Shuni o'zida odamlar qiyinchiligidan tashlab ketib qoladi bir xil studentlar. Mana shunaqa narsalar ham bizda ham sizlarda ham bo'lgan bo'lsa kerak. Bunaqa vaziyatlar bizda juda ko'p bo'lganda, u даже nafaqat o'zbek bolalarni olib qarasak ham bo'ladi, даже ruslarni o'zini olsak ham bo'ladi. Masalan, aytib o'tganimdek, birinchi kursda biz 54 kishi edik. 54 kishi. 2 oyning ichiga yarmisi yo'q bo'lib ketdi. Уже tamom o'qishga chiqib keta olmadi bir-biri bilan. Hozir biza mana oxirgi kurs biza bor yo'g'i 13 kishi bitiryapmiz. Men o'limgacha men sabrajat qilmaymanki, что mana shu 13 kishining ichiga meni ism familiyam bor, mana shu Ulug'bek shu yil diplom oladi, shu yil bitirib ketadi, tamom. O'sha payt siz sabr qildingiz, как бы sabrning tagi oltin deydi-ku, o'shanga hech narsadan qo'rqmaslik kerak. Naborot ular hurmat qiladi mana o'qituvchilar. Masalan, siz dokonsa ketibsizmi? Hurmat qiladi. Siz уже yarim yil tashlab ketdingizmi? Ular ham sizga yordam berishni xohlamaydi, что mana ertaga sizga предзащита kelmayapti, bunga biz nima qilamiz yordam berib? Darslarga kelmasa bu, o'qimasa bu, nima qilamiz bunga yordam berib? Biz ham shunday bo'lganmiz, biz bir ikki darslarga kelmaganmiz, bir ikkita domlalar bo'lgan, shu naprotiv bizga bo'lib qolganmiz. Sizlar darslarga kelmayapsizlar, men sizlarga qanday yordam beray? O'shanga darslarga borish kerak, o'qituvchilar bilan отношения yaxshi qilib bo'lish kerak. Keyin o'qituvchilar harakat qilsangiz, o'qituvchilar ham harakat qiladi sizni. Mana shu bola harakat qilyapti, mana shunga men yo'q berishim kerak shu fanni. Mana shunga mana shunaqa vazifalar berishim kerak-ku, что bu qiynalmasin, yopsin. Universitetga ham qiziq tugatishingiz-da. Universitetga u отдельный tema, universitetga juda qiziq. Что ular o'ylaydiki, nimaga deydi? Urus o'quvchilar bitirolmay qochib ketyapti deydi. Nimaga deydi? O'zbek o'quvchilar deydi. Nimaga ular bitiryapti deydi. Ularga juda muhim narsa. Qanaqa qilib deydi, bitirib ketyapti deydi. O'zimizni studentlar deydi, urus bilan turib bitirolmayapti deydi. Bular deydi, qanday bitiryapti deydi. Bu juda menimcha bu juda zo'r savol. Hop, mana hamma narsa aytsak ham bo'ladi. To'g'rilingizni как бы 10-15 minutlik videoda aytib berishga harakat qildingiz. Men o'ylayman ko'pchilikka tushunarli bo'ladi bu videodan keyin qanaqa yashash, qanaqa nima qilish. Birinchi o'rinda shu risk qilib kelish kerak. 100 bo'lsangiz ham, boshqa bo'lsangiz ham. Tavakkal qilsangiz bir nima olasiz-da. Aytaman-ku, mana shu 100 kelganman, hech kim bermagan. Shu keyin mana Krugazor o'tirdim, do'stlarimni o'tirdim, tanish bilishlar o'tirdim. Hamma narsa bir ro'yga to'g'rilanib qoldi keyin. Hop, Ulug'bekga rahmat, kattaga maqsad kelganingiz uchun. Rahmat. Sizda что, hali ko'p chaqiramiz keyingi postlarga, xudo xolasa magistraturaga kirishingiz agar. Rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha dedik. Rahmat. Hop, mana do'stlar, ikkinchi mehmonimiz, ikkinchi studentimiz Sankt-Peterburg davlat temir yo'llar universitetidan kelganlar, zaochniy forma bo'yicha o'qiydilar. Yo'nalishlari vagoni. Assalomu alaykum, do'stlar, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Bu shuni как бы taklif qilishimizdan maqsad oxirgi 2-3 yilda imенно zaochniga kiradigan odamlar kamayib ketdi, chunki вечерni qulay bo'lib qoldi hammaga, chunki biz patent yurish, boshqa shunaqa yo'nalishlar
Siz zaochnoda o'qiysiz, misol uchun sizga qanaqa qulayliklar beradi universitet? Menga qulaylik. Menga zaochnining qulaylik tomonlari xohlagan paytim O'zbekistonga borib kelaman. Keyin 15 kun 20 kun o'qish bo'ladi. 6 oyda. 6 oyda bir, 15 kun 20 kun o'qish bo'ladi. Keyin kontraktlar arzon, 100 mingga ham bormaydi. Patent qilaman, ishlab yuraman shu. Yo'q, qolgan boshqa vaqtlari siz Boshqa vaqtlarda. men aytmoqchi bo'lgan qolgan vaqtlari shu sessiyadan boshqa universitetdan hech kim sizni chaqira olmaydi-da ish payti, to'g'rimi? Yoki bezovta qilmaydi, faqat shu sessiya yoki o'qish bo'lgan vaqtda kelib o'qib ketasiz. Hozir 3-kurssiz, to'g'rimi? Qanday o'zi o'qish sizga yoqadimi? Domlalar qiynamaydimi sessiyaga? Yo'q, hammasi yaxshi, hozircha. Hozir yaxshi, ha? Keyin shunaqa narsa ham bor, agar xabaringiz bo'lsa kerak, agar siz boshqa viloyatdan kelayotgan bo'lsangiz agar, sizga universitet sessiya vaqti, dars vaqti 15 kundan 1 oygacha yotoqxona taqdim etadi. Buni ham xabaringiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ha, bor. Unda mana shunaqa qilib bo'lsa. Xo'p, keyin mana oxirgi savolim, o'zi siz O'zbekistonning qayerdansiz? Men Samarqand viloyati Jomboy tumanidaman. Jomboy tumandansiz. Keyin yana bitta savol, mana oxirida berib o'tdik, ko'pchilik so'raydi-da. Kontrakt to'lash masalasida kelgan payt, где-то fevralni boshida deydi, lekin 1-2 kun kechiktirib to'lasangiz ham, sizda ham shunaqa situatsiya bo'lganmi? Как бы kechiktirib to'lab kontrakt shunaqa narsa bo'ladi, baribir. Sizga shunaqa narsa bo'lganmi? Kontrakt kechiktirib to'lagan? Bo'lgan. Lekin universitet achishni qolmagan. Yo'q. Bunaqasi bo'lgan yo'q. Bunaqasi bo'lganmi? Xo'p, maqsad shuki, oxirgi 2 yildan beri meni zaochniga hech kim kirmay qo'ygan. Shuning uchun bu невыгодно deb o'ylaydi odamlar. Atak bunaqa emas. Zaochniga ham o'qisangiz agar, unda 1 yil ko'p o'qiysiz, 5 yil, 6 yil, bakalavriatda 4 yil o'qiydigan zaochni 5 yil o'qiysiz, lekin diplom degan sizlarning diplom olsanglar agar zaochni yoki ochni deb yozilmaydi, ochni o'qigan bilan bir xil o'rinda tan olinadi. Hamma joyda. Keyin shu rahmat do'stlar, vaqt ajratib, keyingi podkastlarimizga ham xudo xohlasa taklif qilamiz.